Xo'sh, atrofda hech kim yo'q. Demak, bemalol o'z ishimni bajarsam bo'ladi. Tak, hozir. Voy yigitcha. Assalomu alaykum. Bechora, bechora o'lib qoldik-ku. O'zi o'ldirish edi-ku niyatim. Mayli. Короче, yana endi bu yerdan juftakni rost tavormasam, kimdir ko'rib qolsa meni dabdala. Bo'ynim qiyshayib qoldi. Kecha noto'g'ri uxlab qolibman-ku. Mayli. Hozir o'sha yoqqa qarab qochib ketaman, короче. Tushunmadim. To'xta. Kim bu? Qayoqqa ketdi? Obunachilar ko'rdinglarmi sizlar ham bu yerda baratam turgandi. Qayoqqa ketdi tushunmadim. Mayli, qayoqqa ketgan bilmadim. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va sizlar yangi videodasizlar. Albatta kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki bu baratam kimligiga men to'g'risini aytsam, вообще tushunganim yo'q. Politsiyachimi? Hey, yigitcha qalaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qishloqda qotillik yuz bergan. Kim o'ldirganini bilmaysanmi? Yo'q, qanaqa qotillik? Mana janob yerda o'ng tomonda kichkina uychada qotillik bo'lgan. Bechora o'libdimi? Qotillik bo'lgan ekan o'ladi. Mana bu yerda qon izlari bor ekan. Shu uchun sen yoniga keldim. Uyning yonida qon izi bo'lgani uchun ham. Tushundim. Yo'q, men xabarim yo'q. Hali unaqa qotillik bo'lganini ham bilmayman-ku. Bilmaysan, bilaman. Lekin sen uyning yonidagi qon. Endi bilmasam, shu yerdan qochib ketgandir qotil. Tak, aniqlashimiz kerak. O'shanga yordam berib. Qanaqa yordam berishim mumkin? Xullas, ko'rsang menga xabar qil. Bo'pti, xabar qilaman. Bo'pti, sog' bo'l. Mayli. Qanaqa qotillik ekan? Politsiyachilar kelib bo'lgan hammasi. Obbo, yaramas. Kim bechora bolaga qotillik qilib ketdi? Ya'ni bola yashardi bu yerda bitta. Yaramaslar. Shu bunaqa ishlar juda ham yomon. Boshimni og'ritadi meni. O'shaning uchun bunaqa ishlardan iloji boricha uzoqroq yurishga harakat qilaman. Sizlarga ham bunaqa ishlar hatto o'ylamaslikni maslahat beraman, chunki bilasizlarmi, bu qanchalik katta yomon ishligini tasavvur qilish o'zi problema kattagina. O'shaning uchun o'ylamanglar ham bunaqa narsalarni. Hozir bizning qishlog'imizda shunaqangi yaramaslar chiqqan manyakchalar duch kelgan odamni o'ldirib ketaveradi. Bular esa juda ham yomon. Ularni ushlab turib qamash kerak yoki nimadir qilish kerak. Ularni o'zini jazolash kerak, короче. Jazolashga harakat qilib ko'raman hozir. Lekin topa olamanmi yo'qmi bilmadim. Topa olsam o'zini jazolayman, ko'rasizlar. Bugungi videoni oxirigacha ko'rib turinglar, tamom. O'zim hozir uni topib turib jazolab adabini chiqaramanmi, beramanmi bilmadim, o'ylab ko'raman, короче. Tak, eshigim ochilmay qoldi, bo'ldi, всё. Ana endi qochib turay, jitel, qoch, yaramas, yo'lda turma deyapman senga men. Aylanib o't. Aylanib o'tishim uchun ham yo'lni to'smay o'tirishing kerak, tushunyapsanmi? Tushunyapman. Hozir bu yerda polizlarni ham tez yig'ishtirib olsam, tak, hozir qaytarib ekib chiqaman bu yerga. Chunki qaytib ekib chiqmasam keyin poliz ekinlarim hosil bermaydi. Hosil berish uchun qaytib ekib chiqish kerak. Tak, mana bo'ldi. Endi bu narsalarni soliq to'laganmidim yo'qmi esimda yo'q, to'g'risini aytsam. Mayli, soliq to'lagan bo'lsam to'lagan bo'lsam to'lamayman, to'lamagan bo'lsam to'layman. Hozir mana shu yerga solib qo'yay bularning hammasini. Tak, mana bu go'sht narsa, bu narsalar muzlatgichda turishi kerak edi, lekin bu yerda turibdi. Hayronman, nimaga bunaqa qilganman? Tak, bu yoqqa hammasini mana shu yoqqa solib qo'yaman. Bu esa buni qo'yib bo'lmaydi. Bu chunki molni, короче, tak terisi bu. O'sha terisini, короче, solib qo'yish kerak bu yerga. Ya'ni bu otmas yo molni terisi, ya'ni sigirni go'shtini olgandan keyin terisi ham tushadi. Mana bu yerni qanday tozalasa bo'ladi, men tushunmayapman. Tozalab bo'lmayapti. Balki bunga suv qo'yish kerakdir. Suvda ham menimcha ketish biroz problemaga o'xshayapti. Qanaqa bo'lsa ham ketkazishim kerak. Tak, men buni ham o'sha yoqqa pastga tashlab yuborayda. Bo'ldi, hammasi chotki. Hozir janob merdan borib so'rayman bu qotillik haqida, balki janob mer bilar. Chunki janob mer har doim hamma narsadan xabardor bo'lib turardi. Mana ikkita politsiyachi kelganmi? Bu janob politsiyachi aniqladinglarmi? Yo'q, hozircha aniqlangan yo'q. Tushunarli, lekin dabdala holat bo'lgan ekan. Shunaqa. Bechora yigitchani o'ldirib ketishgan. Ko'rdim. Lekin kimdandir gumon qilmayapsizlar mabodo? Gumon hozircha yo'q, biz aniqlashimiz kerak. Aniqlaylar. Hamma yo'q qon. Nahotki qochganmi bechora bola, bilmadim. Ko'rinmayapti. Mayli, hozir janob merdan so'rashim kerak. Janob mer aniq biladi, chunki janob mer hamma narsadan xabardor. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, Jo'xa. Ana bu bechora bolani kim o'ldirib ketibdi? Bilmadim, men xabarim yo'q. Senga bitta ish bor. Borib menga ikkita katta daraxt olib kel. Katta daraxt? Ikkita katta daraxt kesasan-da, taxtalarni olib kelasan, tushunyapsanmi? Mayli, lekin qotillikni Qotillikni politsiyachini o'zi aniqlaydi, sen aralashma. Xo'p, mayli, aralashmayman.
Bor endi daraxtni olib kel. Olib kelganimniki olib kel. Aytganimni qil. Ha, mayli, hozir olib kelaman. Yaramas, nima bo'lyapti? Hayronman ey. Qanaqa qotil bo'ldi ekan, manyakka o'xshab. Ertalab aytgancha kimni ko'rdim men, tushunmadim. Ertalab kimnidir ko'rdim, Mesilada bo'lsa agar, o'sha yaramas balki qotildir rostdan ham. Hozir janob merga aytib ko'rayin-da. Janob mer, ertalab men bitta, manyakka o'xshaydigan narsa ko'rdim. Balki o'sha o'ldirgandir. Bilmadim, balki rostdan ham o'shadir. Menga aytma, buni politsiyachilarga ayt. Xo'p, politsiyachiga aytish kerak, biz aytaman. Bor, tezroq men buyurgan ishni qilib kel. Mayli. Obbo, ko'ryapsizlarmi janob merni? Janob mer mana shunaqa narsani o'zi hal qilish kerak, lekin o'zi hal qilmasdan turib, politsiyachi hal qilsin, borib politsiyaga xabar ber, unaqa deyveradi. O'sha manyakni yana ko'rib qolsam, ushlab olsam, lekin borib jazolayman, o'zim jazosini beraman yaramasni. Mana ikkitani mana otib yuborish kerak uzoqroqqa. Mana shu past tomonga otib yuborsam qaytib kelmaydi ekan. Mana telefonimni ham otib yuboribman, sinmadimi ekan? Obbo, singanga o'xshayapti. Endi yo'q, stiklo sinib ketibdi. Endi bunga yangi stiklo bostirishim kerak. Bu esa juda ham yomon degani, ya'ni bizda stiklolar juda ham qimmat turadi. Ya'ni telefonni himoya g'iloflari, ya'ni himoya narsalari, o'sha narsalari bu yerda qo'ylar yuribdi. Qo'ylar qotil emas, aniq, chunki qo'y qayerda ko'rgansizlar qotillik qilganini? Men вообще hech qayerda ko'rmaganman. Qo'y faqat o'tni qotili bo'lishi mumkin, o't yeydi qo'ylar. Hozir men borib daraxt olib kelishim kerak. Katta daraxtdan olib kel dedi janob mer. Ya'ni adashmasam mana shunaqangi qora daraxtni aytdimi? Ya'ni junglidagi daraxtlarni, oddiy daraxtni aytganmi? Unga ham hayronman. Mayli, menimcha shu qora daraxtni aytgan, shundan bitta olib ketaman. Ya'ni ikkita dedi, to'g'ri. Bitta emas, ikkitasini kesib ketadi birdaniga. Ikkitani kesguncha bilasizlarmi qancha vaqtim o'tib ketadi? Anchagina. Mayli, nima bo'lsa ham ikkitani kesaman hozir. Lekin bitta narsaga juda ham hayron qolyapman. O'sha bolaning o'limi juda ham sirli bo'ldi va bu sirli o'limni qotilini aniqlash kerak. O'zim aniqlayimmikan, politsiyachini aniqlashini kutayimmikan? Lekin o'zim juda ham aniqlagim kelyapti va politsiyachini aniqlay olmasligi 100% aniq. O'shaning uchun ham o'zim aniqlashga kirishaman, lekin hozir emas. Chunki janob mer buyurgan ishni hozir o'zida bajarmasam, keyin menga gapiradi, baqiradi, nimaga sen aytganimni qilmayapsan? Sen o'sha ishni qilmaydigan bo'lib qolibsan, oylikni bermayman senga deydi. Keyin esa qishloqdan haydab yuborishi ham mumkin. O'sha uchun tinchgina mana shu ishlarni qilib, bu keyin aniqlashga kirsam ham bo'laveradi. Yana qaysini kessam bo'ladi? Mana buni kesaymikan? Mana shuni kesib yuboraman hozir. Xo'sh, buni ham kessam, tushunmadim. O'lasan? Yo'q, menga bo'lmasa kerak, chunki o'rmonda chiqdi-yu. O'rmondan chiqqandan keyin o'rmonga hamma kelishi mumkin. Bu menga tegishli narsa emas. Bunga e'tibor bermasligim kerak. Lekin o'lasan deb o'zgam. Mayli, olib ketaman buni. Borib turib politsiyachilarga ham, janob merga ham birorta kishi berib yuboraman. Qanaqasiga menga o'lasan deb yozib ketishi mumkin axir. O'lasan deb menga yozmagan, to'g'ri? Men qara o'zimga olaveraman hamma narsani. Menga yozmagan uni. Kimga yozib ketgan, lekin men o'zimga olmasligim kerak buni. Agar o'zimga oladigan bo'lsam, keyin rostdan ham o'zimga olishimga to'g'ri kelib qolishi mumkin. O'shaning uchun bu men uchun yozilmagan bu narsa. Shunchaki kimgadir yozib ketgan va bu o'rmondan chiqyapti. O'rmonda hamma kelishi mumkin o'rmonga, ya'ni o'rmonni kelib turib hamma ko'rib, hamma o'qishi mumkin-da o'sha narsani. Bo'ldi, hammasini olib bo'ldim. Endi borib janob merga daraxtlarni topshiraman-da. Mana bu taxtani keragi yo'q menga. Nima qilaman? Qo'limda olib yurib g'alati. Daraxtlarni olib borib janob merga beraman. Va keyin o'sha qotilni aniqlashga, izlab topishga harakat qilaman. Izlab topganimdan keyin esa xullas nimadir bo'ladi. Stop, to'xtanglar qani? Seni topaman? Yo'q, axir bu menga yozilgan ekan-ku. Rostdan ham menga yozilgan. Yo'q, qayerdan topadi meni? Yo'q, yashirinishim kerak demak yashirinishim kerak. Yo'q, yashirinish yo'q. Yo'q, sen erkaksan, yashirinma. Kelganda ответini beramiz. Hozir kesim. Zo'r kelmaydimi? Mana buni mayli. Hozir politsiyachiga topshiraymikan, nima qilsam ekan? Yo'q, keladiganga o'xshayapti rostdan ham. Keladigan bo'lsa agar mendan ko'radi, yaramas. Hozir politsiyachiga topshirishim shart emas, mayli. Politsiyachi emas, o'zim hammasini ko'rsataman unga, yaramas. O'ldirib yuboraman o'zim. Hozir janob mer daraxtlarni olib keldim. Berchi? Mana, lekin o'rmonda qanaqadir g'alati narsalarga duch keldim. Qanaqa narsalar? O'lasan deb yozilgan ekan. E'tibor berma, senga emas. Menga bo'lmasinda ish qilib. Mayli, hozir to'xtaylik, hozir nimadir qilish kerak, nimadir qilmasam bo'lmaydi. Hozir mana shu tomonlarda
qayerda ko'rgandim o'sha yozuvni. Hozir o'sha yozuvni ko'rgan joyimga borishim kerak-da, o'sha yoqdan короче aniqlashtirib kelishim kerak. Tak, notebookda yangiliklarda hech qanaqa ma'lumot berilmagan. Hayronman nimaga bunaqa qilishgan. Balki nimadir bo'lardir. Yaramas. Ma. Yaxshi, udda bironman-u. Yaxshi. Xayriyat. Menimcha shu qotil edi va qotilni o'ldirdim. Va endi qotil yo'q. Va endi o'zim qotilman. Yo, o'zim qotil emas, o'zim jinoyatchini yo'q qildim o'zim. Qanaqasiga o'zim qotil bo'lishim mumkin? Mayli, hozir to'xtanglar-da. Короче, bu yerdan toporimni olib endi o'rmonga chiqib kelishim kerak. Hozir men bu yerdagi tushunmadim. Bu qanaqa narsa? Bu yerda bunaqa narsa yo'q-ku avval. Tushunmadim. Nima bo'lyapti qishlog'imizga? Qishloqda nimadir yuz beryapti. Demak, nimadir problema chiqqan. Aniq. Tak, jetelmi? Hoy, jetel, nima gap? Meni yordam ber, meni qamab qo'yishdi Jo'xa. Qanisan? Meni turibman, ko'rmayapsanmi? O'tirib olgandim. Oy, chiq bu yoqqa, nimaga o'tirib olgansan? Meni qamab qo'yishdi deb, meni yordam ber, meni chiqishimga yordam ber, iltimos. Qancha vaqtdan beri o'tiribsan? 2 kundan beri. Hozir kutib turma, uyimdan borib nima edi, kirkamni olib kelishim kerak. Obbo, yo kirkasidan ochsa bo'larmikan? To'xtab tur hozir. Tak, hozir ochishga harakat qilaman. Tak, ochilmayapti. Politsiyachiga ham xabar berish kerak axir, chunki politsiyachilar ham buni aniqlashi kerak. Ya'ni qotilni o'ldirganini ham bilishi kerak politsiyachilar. Politsiyachilar o'zi hech qanaqa ish qilmayapti. Hamma ishni o'zim qilyapman, lekin bular kelib turib nomiga ish qilib ketyapti. Hoy, politsiyachi, o'rmonda bitta jetel qamab qo'yilgan. Kim qamabdi ekan? Bilmayman, kimdir qamab ketgan shekilli. Borib chiqarib yorunda. Hozir bularga aytganda o'z foydasi yo'q dedim-u. Tak, bagajda adashmasam qulf buzadigan narsa bo'lishi kerak. Buni ustida ham qaysidir bittasida qulfni buzadigan narsa bo'lishi kerak. Mana bu yerda bor ekan. Tak, qulfni ham mana buzadi. Mana shu bilan hozir borib buzib kelaman. Tak, yo'lga qo'yamiz, bo'ldi. Bularni narsalarni bilaman, chunki avval politsiyada ishlab ko'rganman. Politsiyada ishlab ko'rganim sababli ham bu yerda qanaqa narsalar bor, nima narsalar ishlatiladi, qayerda ishlatiladi, bularni bilaman hammasini. Tak, qulfni buzamiz hozir. Mana. Bo'ldi, endi ochiladi. Voy, rahmat Jo'xa, rahmat kattakon senga. Chiq endi, bo'ldi, bu yerda o'tiraverma. Mana chiqyapman. Rahmat Jo'xa, boringga shukr seni. Katta rahmat. Arzimaydi. Bo'pti Jo'xa, men ketdim. Rahmat kattakon deyapman, kattakon rahmat senga. Mayli, ketaver. Obbo, qochib ketdi. Mayli, rahmat dedi-yu, muhimi. Endi borib janob merga aytadi nima bo'lganini. Men esa borib endi dam olsam bo'lar. Qotil ham yo'qoldi. Ya'ni qotilni ham yo'q qildim va mana o'sha jetelni ham qutqardim. Endi qishlog'imiz menimcha juda ham tinch bo'lib qoldi. Hozir men uni san joyga qo'yaman-da, uyimga borib o'zimning ishlarimni qilishni boshlayman.